O'zingizni va farzandingizni tanishtiring. Men Sharipova Sitora, qizim Baxtiyor va Fotima hozirgi kunda Katta tanaffus maktabining 2A sinf o'quvchisi. Nega aynan katta tanaffus maktabini tanladingiz? Nega aynan Katta tanaffus maktabini tanladim? Chunki bu yerdagi shart-sharoitlar a'lo darajada, professional o'qituvchilar tomonidan ta'lim berilishi va meni juda ham yana qiziqtirgan bir tomoni gimnastika to'garagining borligi. Chunki qizim gimnastikaga juda ham qiziqadi. Maktabimizni sizga ma'qul kelgan 3 ta eng katta afzalligini sanab bera olasizmi? Albatta sanab bera olaman. Birinchisi zamonaviy shart-sharoitlarga egaligi. Bundan tashqari arab tili, ya'ni qo'shimcha til sifatida o'rgatilishi va o'qituvchilarning bolalar bilan ishlash tajribasi. Yil davomida farzandingizda qanday katta o'zgarishlar sezdingiz? Yil davomida juda ham katta ko'p o'zgarishlar sezdim. Bular asosiysi qizim rus tilida juda ham ravon gapiradigan bo'ldi va shunchalik bu maktabga mehr qo'yganki, bu narsani sizlarga tasavvur qilib bera olmayman. O'qituvchisini, fan o'qituvchilarini juda ham hurmat qiladi va fan va sport musobaqalari va olimpiadalarda yuqori natijalarga erishdi. Shu o'zgarishlarni sezdim. Maktabga kelishingiz qanday bo'lgan? Birinchi kelganingizni eslay olasizmi? Albatta eslay olaman. Bu birinchi kelishim qizim bilan bo'lgan. O'shanda birinchi kelganimizda rahbariyat kutib olishgan, juda ham iliq munosabatda bo'lishgan, yaxshi va birinchi kelganimizdan bu maktab menga ham, qizimga ham yoqqan. Katta tanaffus boshqa maktablardan nimasi bilan ajralib turadi? Boshqa maktablardan bilim darajasi, bilim berishdagi shaffoflik bilan va albatta shart-sharoitlari bilan. Bolani o'qishga qiziqishini qanday oshirish mumkin? Yoshiga qarab turli xil o'yinlar bilan, bundan tashqari turli fan olimpiadalari, musobaqalar bilan qiziqtirsa bo'ladi. Katta tanaffusni boshqa ota-onalarga tavsiya qilasizmi? Albatta tavsiya qilaman, tavsiya qilib bo'ldim. Chunki o'zim ta'lim sohasida ishlaganim uchun atrofimdagi o'qituvchilar so'raganda tavsiya qilib bo'ldim.